Assalomu alaykum. Sizlarga aylanadagi pi soni, ya'ni 3.14 nimaligini 1 minut ichida o'rgatib qo'yaman inshaalloh. Boshladik. Xo'p, mana aylanamiz berilgan bo'lsin. Aylanani diametrini o'lchab olamiz. Mana bizning shaklimizning diametri 26 sm ekan. Ya'ni bu aylanani diametri 26 sm bo'lsa, shu aylanani uzunligini topgani shu 26 sm ni 3.14 ga ko'paytirib qo'yiladi. Ya'ni aylana uzunligini topish uchun 26 ni 314 ga ko'paytirib qo'yish kerak. Bu nima degani? Ixtiyoriy aylanani o'zini uzunligini mana bu diametriga bo'lsa 3.14 chiqadi. Bitta bu aylanada emas, ixtiyoriy aylanani uzunligini olib turib diametriga bo'lsak 3.14 chiqadi. Bundan nimani topishimiz mumkin? Mana bu joydan L ni topadigan bo'lsak, bu yerdagi D bu yoqda ko'paytiruv bo'lib o'tadi. Ya'ni D ko'paytirilgan 3.14 bo'ladi. Bundan nimani topa olamiz? Mana bu D'imiz misol uchun 10 sm bo'ladigan bo'lsa, menga 10 sm ni qo'yadigan bo'lsa, 10 sm ni 3.14 ga ko'paytirsak, 31.4 sm bo'ladi. Ya'ni men 10 sm bo'lsa, bu aylananing uzunligi 31.4 sm bo'ladi.